Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'raymanlari. Bugungi suhbat programmamizga O'zbekistondan Sayız Axun akamizni suhbat taklif qildik. Bugungi suhbatimizning temasi O'zbekistondagi Xitoy tijoratchilarining kengayishi haqida bo'ladi. Assalomu alaykum Sayız Axun aka. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydondan Toshkentdan qatnashib berganingizga ko'p rahmat aytaman. Aleyküm assalom. Yaxshi. Mana Ro'za Ramazon oylarida yaxshi bir peredachini uyushtiribsiz. Albatta shuningga munosib bir javoblarni berishga harakat qilamiz. Dunyoning har qanday burchagida muhojiratda qiynalib vatansiz chachirab turgan qarindoshlarimizga yalqinliq salom. Aleyküm. Rahmat. Bizningki tunji qatim hamda shu O'rta Osiyodagi davlatlar yashayotgan Uyg'urlarimizni taklif qilishimiz tunji qatim sizni ekranga taklif qildik. Sizni biz Facebookda ko'ramiz hamda Facebookda ko'p naq maydon suhbat olib borasiz. Biz bir qancha qatim qisqacha paranglashib tanishdik. O'zingizning O'zbekistondagi Toshkent shahar yashaydiganliklaringizni dedingiz. Bugun ekranga tunji qatim chiqishingiz, ekranga kelganingizga xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Eng avval o'zingiz kim o? Siz O'zbekistonga vatandan chiqqan Uyg'urmi, yoki to'lgan Uyg'urmi? Mushaqida avval o'zingizni bir qisqacha ekranda qarindoshlar tanishtirayotgan bo'lsangiz, rahmat. Ekranimiz sizda. Yaxshi. Bu ana jutung omon bo'lsa, rangi ro'ying samon bo'lmas deganda mening ota-onam şu bizning vatanimiz, tarixiy vatanimiz Sharqiy Turkiston, kelgusi Uyg'uriston davlatchiligining Mongol kira kichik Bo'g'or atroflaridan chiqqan ekan 59-yili. Mening dadam shu 3 viloyat inqilobida askar sifatida bo'lib xizmat qilgan. Albatta bularning beshig'i shunday bir kulfatlar tushdi. Ular Qozog'istonning Olmuti viloyati Uyg'ur nahiyasi G'aljat va Avat degan joylarga kelib joylashgandan keyin shu yerda men 61-yilda tug'ildim. Shu yerda 10-sinfni tugatdik. Shu o'qish jarayonida biz bu rayonlik elevatsiya gazetining yezi muxbir bo'lib xizmat qildik. Vaqtda kommunizm tug'i deb gazet bo'lgan hozirgi Uyg'ur ovozi u gazetlarga qatnashdik. Keyin armiya sepiga chaqirilib 2 yil xizmatni shu Rossiyaning hozirgi Vladimir va Ivanovsk oblastida xizmat qildik. Harbiy Budapeштdan nimsepidan qaytgandan keyin biz darrov Olmutiga kelgandan keyin bir oydan keyin Toshkentga kelib men joylashishga muyassar bo'ldim. Bu yerda mening ikki akam shu yerda o'qigan. Shularni oldiga kelgach men kelib mishaga joylashib qoldim 21 yoshimda. Xudoga ming qattiq shukr, shu vaqtda bo'lsa ham 82-yili samolyotda kelganmiz. Mashada qilib ketdik, oilalik bo'ldik. Mening oilam shu Abdurim Aysa shu bizning viloyat inqiloblarida nurg'on etib chiqqan Abdurim Aysaning avlodiga men kuyovul bo'lib qoldim. Mening hozir 2 o'g'lim, qizim bor, 7 ta nevram bor. Toshkentda yashayman. Rahmat. Yaxshi tanishtirdingiz. Ya'ni sizniki dadingiz Sharqiy Turkiston milliy armiyasida askar bo'lib tug'an qisqa tarixlarni bildik. Rahmat. Siz hozircha O'zbekistonda yashaydi ekansiz. O'zbekistonda qanchalik Uyg'urlar va Toshkent qanchalik Uyg'ur yashaydi? Ankam Andijonda, Namanganda, har qaysi viloyatlarda qanchalik Uyg'urlar va Uyg'urlarningki ommaviy tashkilotlari bormi? Mushaqqida bir qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Albatta biz Xudoga ming qattiq shukr, shu 63 yoshdan mana eshityapmiz. Payg'ambar yoshiga kirib biz nurg'un ustozlarni ko'rdik. Ustozlarni ko'rganda Uyg'urshunos, turkolog institutlarida Olmutida ishlagan Ho'jahmat Sadvaqatovlar bilan aloqada bo'ldik. Madaniy markazlarni qurish oldidan bizga albatta shu Uyg'ur xalqining soni jihatdan bizga shu sifrlar kerak bo'lgan uchun biz butun O'zbekiston territoriyasida qayerlarda Uyg'urlar yashaydi, biz mana shu masalada aktiv bo'ldik, qatnashdik, madaniy markazlarni qurdik. Mana shu vaqtda Ho'jahmat Sadvaqatov
akamiz merhum şu kishi o'zi Uyg'urshunos bo'lgan vaqtda nihoyatda diqqat e'tibor qartilgan edi. Mana shu vaqtda u kishi o'zining shaxsan ekspeditsiyasi bilan butun shu O'zbekistonning vodiy deydi, o'sha Andijon, Farg'ona, Qo'qon, Namangan bularning hammasi Uyg'ur, bularning hammasi men o'rganib chiqqanman degan gaplarni qilgan. Endi men uning soni muncha desam bo'lmaydi. Agar hozir O'zbekistonda 40 millionga yetib qolgan bo'lsa, значит nurg'un Uyg'urlar bor. Shundaqla Toshkent viloyatida nurg'un Uyg'urlar yashaydi. Sirdaryo viloyatida endi singishib ketdi. Hozir bunday aytganda davlat va jamiyat deb millatni pasporti ko'rsatmaganligi nihoyat singishib ketdi. Shuning uchun biz uni qonun sanjayatini aytsam men falon million deb aytalayman, lekin uni nima qayerdan olding degan gaplarni qilmaslik uchun biz to'g'ri mulohaza qilib olib boraylik. Uyg'ur madaniyat markazlari ishlaydi bizda. Shu sobiq isri parchalangandan keyin biz 89-yili bel bog'lab, men ko'p vaqtlarda yosh vaqtlarim 28 yosh vaqtlarim o'sha madaniyat markazlarining eng yoshlardan biri bo'lib qatnashib, o'sha odam sonini yig'ib elishlarda nihoyat aktiv qatnashdik. Albatta u vaqtlarda bizning ustozlar jiq bo'lgan, nihoyat o'sha vatandan kelgan Abduqodir Zunun damdo va nurg'un tarixini cho'nqur biladigan odamlarimiz o'shada radio televideniya ashada redaksiyalarda ishlab o'tgan. Biz ustozlarni jiq ko'rdik. Yana savollaringiz bo'lsa biz javob berishga tayyor. Yani Uyg'urlar O'zbekistonning qaysi rayonlarida biroz ko'proq, Andijonda ko'proqmi yoki Toshkentdami yo Samarqanddami? Endi jeng bunda konkretni Uyg'urlar endi men Uyg'ur deb qilganlar ko'proq Toshkent viloyati, Toshkent shahrida yashaydi. Endi Andijonda nurg'un, lekin ular u yerda tingishib ketgan uchun biz ular Uyg'ur mahallalari bor u yerda. Ular aytdi o'zlarining nimasidan 90-yillari o'sha Qashqarlardan kelib arada o'zaro diplomatiyalar bo'lib turgan. U yerlardan artistlar chiqib, konsertlar qo'yib, ular o'zaro Andijonda boshqacha tarbiyalangan. Ularning nimasi shu Oxun nimasini saqlab qolishda ana shu viloyatda Andijon, Vodiy, shu Qo'qon, Namangan taraflarda nihoyat saqlanib qolgan. U yerda qo'shni o'zingiz bilasiz Qirg'iziston, u yerda nihoyat nurg'un, nihoyat Uyg'ur, u yerda o'z vaqtida Abdul Ro'zbaqiyev kelib Inqilob vaqtlarida shu Bo'tavar Uyg'urning mo'tavar farzandi deymiz. Mana shu kishi nihoyat o'shada obod qilishlarda qatnashgan. Mana shunaqa gaplar. Hozir siz gapingizda Oxun deganni saqlab qolgan dedingiz. Bu Oxun deganni mushaqni ozroq tushuncha bersangiz, sizni Sayz Oxun deydi ekan, Facebookda Sayz Oxun deb yozildi. Bizim Sayz Oxun akademiyamiz. Bu Oxun degan oxirgisidagi taxallusingizmi, familiyangizmi yoki bu Oxunning qanday bir ma'nosi bor? Endi bu Oxun aka, Oxun degani bizning Murat Hamrayev dedi, doktor 28 yoshida filologiya fanlarida doktor bo'lgan. Istir davrda nima Moskvalarda, boshqalarda ham yerlarda o'qigan, nihoyat kuchli bo'lgan. Biz ular bilan shaxsan ishxonalarga berib ko'rishganmiz. Mana shu kishi Oxun degan bu пересвященник o'rischidan nima qilgani пересвященник degan gap kelib chiqadi deb bizga aytgan. Endi Oxun degani biz asta-sekinlik bilan nima qilganda bu nihoyat o'qimishliq, cho'nqur bilimga ega shu vaqtda o'sha bizning vatanimiz hozirgi Sharqiy Turkiston vatanimiz bo'lajak Uyg'uriston davlatchiligida nihoyat qaralgan ekan. Shu vaqtdan kelib chiqib bu narsalar shu nimada shu Rossiyaning ko'p musulmonlar yashaydigan yerlardan bu ko'p tarqalgan ekan. Dog'istonlarda masalan shu nimada Ozarbayjon, mana Tatariston va boshqada bu gapni hozir mana bunda qolganda nimaning shu Afg'onistondagi Talibanlarning hozirgi boshchisi Axundzada deydi. Bu nihoyatda bizga baqilishlik, chabarchas bizning shu Turkiy xalqlarga bo'libmi, uning beshida Turkiy xalqlarining beshida turgan eng qadimiy xalqlardan biri bo'lgan Uyg'urlarga nihoyatda bir baqilishlik so'z bu. Shuning uchun menga
etdi-de, köpü hacı bo'lib, hacı bo'lib kelgandan keyin men bo'lmasa Sayız Axun bo'lay, hacı bo'lmagan bo'lsam deb, shu Sayız Axun menga singishib qoldi. Bizning yani başka qiziqchilarimiz bor. Shu nimada Ovoz Axun degan shu Anjanda tug'ilib o'sgan bolalar mana bu nihoyatda populyarni bo'lib ketgan, hozir dunyoga tonilib ketdi qiziqchilik bo'yicha. Gap ustisi. Mana shular. Rahmat. Shu hamda azroq bir shu siyosiy kiraylikda. Bir qancha kun bo'ldi mana O'zbekistondagi o'zbek qarindoshlarimiz bizniki Xitoy qarshi harakatlarni har qaysi sosyal medialarda, bular Instagramda ko'plab taqdiyotidir. Dastlabda Anjandami bir yerdagi Xitoyning saharda atigani chiqib chiniqib ashar usul o'ynayotgan bir ko'rinishlar taqilgandan keyin buningga qarshi o'zbeklar Xitoylarniki shu yerda yerlashib qolishiga, shu yoshiga qarshi turganlik to'g'risida videolar taqildi. Onun keyindan Xitoylarniki nurg'ulg'an azam mollarni to'kma qilgan marketlarniki ko'plab ichilganlikka qarshi Xitoy mollarini boykot qilish. Maxsus Twitter, Instagramda boykot Xitoy dediki, hamda Xitoy boykot Xitoy xabarlari deb buyda saytlar eshitibdi. Buningda butunlay o'zniki Xitoylarga qarshi turayotganlik haqida nurg'un videolar, Xitoy mollarini boykot qilish haqida videolar taqildi. Hatta Xitoylarniki oshxonalarni qurganligi bular qarshi o'zniki Xitoyga qarshi norozilik faoliyatlarini epadi. Bu harakatdagi qarta hamda sizningki bir ko'z qarashlaringiz, shu yerdagi ahvollar, O'zbekistonda yashayotgan siz buni yaxshi bilasiz. Bu haqida bir qisqacha tushuntirib o'zingizning bir ko'z qarashingizni deb taqsangiz rahmat. Albatta men 21 yoshimda kelgan bo'lsam, bu O'zbekistonning u 82-yillarga to'g'ri keladi. Men nurg'un etaplarni ko'rib o'tdim. Shuning uchun men hozirgi yoshlarning unda tasoddifiy qilishlariga ijobiy baho beramayman. Sababi to'g'ri biz o'zimiz ham shu Uyg'urlar qirg'inchilik davrasida shu boykot qilaylik tovarlarni undaq dedik, hech kim quloq solmagan. Lekin bu oxirgi kunlarda bo'layotgan boykotlarning qandaqdir bir salbiy ta'siri bor deb tushunmayman. Bu Xitoy degan bir davlatchilik. Biz u yerdagi yoshlarning Xitoyga qarshi emas, shu yerdagi tadbirkorlarga, kega undaq aytganda kelgindilarga qarshi deb tushunamiz. Bu aytib o'zining nimasida siyosiy jarayonda va huquq doirasida buni to'g'ri nim qilishimiz kerak. Agar shu odamlar o'sha yoqdan kelgan odamlar agar har qanday o'zining mustaqil yo'li bilan keldimi yo shu ikki davlat orasidagi shartnomalarga asoslanib investorlar keldimi, mana mashada buni aniqlash kerak, buni to'g'ri aniqlash kerak. Sababi O'zbekistonda nurg'un ishchilar masalan uni qo'pol darajada o'zbek qarindoshlarimiz keldi demay, shu Rossiyaga borganda gastrobayter deydi-ku, bu nemischa gapga, o'sha fashistik prinsiplarda ishlatilgan gaplar bu. O'sha Führer vaqtida. Mana shu gastrobayterga o'zbeklar ham shu Rossiya davlatlarini chidab kelyotdi. Sen majburiy armiyaga ketish boshqa haqqa. Endi buni o'zining vataniga vatanparvar, millatparvar shaklda agar bular bir nima ish qilayotgan bo'lsa, demak bular xil dunyoni ko'rdi, bularning ko'zi ochildi, bularning ongi shakllanib beryotdi. Men bu yerda bularning millatchilik masalada boshqa o'tiryotdi deb tushunmayman. Albatta bu qanday programmada kelgan odamlar bular. Mana shuni bilsak degan ma'noda bular o'zlarining ovoz ohangini qilyapti deb o'ylayman. Rahmat. Endi bu hozir O'zbekiston bilan Xitoyniki munosabat nihoyat yaqin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga ziyorat qilganda Shi Jinping dag'daloq kutib oldi. Shi Jinping 2 yildan oldin keldi O'zbekistonga. Kelgan vaqtida bulta keldimi o'tgan yil. Kelgan vaqtida uni Shavkat Mirziyoyev shunda qattiq kutilib, bu yollarga medallarni esib, usul o'ynab, o'zbek qizlarga dag'daloq kutib oldi. Buningda ikki davlatningki munosabat naqadar yaqinligi chiqib turdi. Hani bu davlat o'rtasidagi munosabat foyda manfaat ustida qurilgan bo'lgandan keyin shu shaklda mangadi ekan. Endi o'zbeklar, Uyg'urlar tarixda bir millat,
deb taraflandi. O'tganda necha oyning oldida bir O'zbekistondagi bir jamoat erbobimi O'zbek bo'lmagan Uyg'ur yo'q, Uyg'ur bo'lmagan O'zbek yo'q deb bir faoliyatda so'zlaganligi, hatto shu Toshkent viloyatininki valisining Uyg'ur ekanligiga so'zlagan bir videolarni ko'rib xush bo'ldik hamda qandaylar bo'lib qolsa Uyg'urlarning işte nima bakan va siyosatlarda degandek avvallarni. Endi hozir siz deb o'tdingiz. Bugun aytganda bir video taqilmish videoni bir qo'yay avval. Masha. Bozordan kitap. Bozordan kitap. Mana ma videoni ko'rdingiz. Bu video biga aytgan taqildi. Instagram'daki Xitoy ovozimi bir ayta degan saytda taqilgan bir video ekan. Bu videolarni men o'zimniki sosyal medyada Facebook'da X'da ham baxirladim. Xitoy tijoratchining do'konlari O'zbekistonda o'tkatdi deb. Ana shuni qaragan eng yangi bo'lgan xabar o'xshaydi. O'zbekiston axborot vositalarida bu haqda xabarlar bormi? Shu video haqidagi Xitoylarning do'konlari o'tkatganligi haqida qanday fikrlar va bu haqda sizning tushunchangiz nima? Endi bunday tushunchalarni biz darrov shu o'tkatgan qarab turib gap qilmaymiz. Biz uzoqdan falsafalik yondashib gap qilamiz. Mana Farg'onadami biz gaz zapravkada tuyuqsiz vizirib bo'ldi. Buningdan bir 3 oy oldin buning oxirini izlab deb kelganda Qozog'istonning Turkiston viloyati bilan chegaradash yerda 250 metr yer ostidan qezilib tashadan noqonuniy gaz va shu neft mahsulotlarini o'tkazgan. Ya'ni boshqa nimalar o'tgandan maxfiy organlar tomonidan aniqlanyapti. Mana shunday sabablardan mana shu bo'lgan narsani bu o't degan bu o't bolasi, suv bolasi hech kimni beshig'i kelmasin. Men dushmanimga buni tavsiya qilmayman. Endi uning ustiga qo'shib yezib Xitoyning nimalar ko'yotdi deb yezishlar bu nihoyat og'ir musibatli ish. Bizga nihoyat qirg'inchilik qildi, to'g'ri, vatanimizda, Sharqiy Turkiston vatanimizda nihoyat qirg'inchilik qildi, lekin bu vaqtlarda bular bosh ko'tarib, bizni qo'llab, bir taraflama bizni nima qilgan bo'lsa, biz bu nimalarga nihoyat boshqacha yondashib, siz aytgandek berib ko'rib, nihoyat bir o'zimiz ichinarliq bir nimada bo'lgan bo'lardi. Hozir bir xabar sifatida qaysi bir terakt o'xshash bu ikki davlatning orasiga nizo selish, rahbarlarni ichkiga nizo selish o'xshagan bir masala. Endi biz ushshaqilqi oyoq ostidan chiqqanilqi vaqirab, vangchon qilib, shum ko'tagan odamlarning gapi bilan bu kuydiryapti. Bu yerda nimalar kuyib ketdi? Qanday odamlar nima faqat bu yerda shu nimadan kelgan Xitoy Xalq Respublikasiga kelgan tadbirkorlarmi yo boshqa tadbirkorlarmi ziyon tortdimi? Buni albatta shu o't o'chirish nimasi aniqlagandan keyin buni isboti bilan bularni значит kapolatlik qilib to'lab berdi degan so'z. Bu значит davlatga xiyonat ketyapti degan so'z. U odamlar vaqirab chaqirib turganga biz qiziqmaymiz. Biz davlatchilik bizga ketyapmiz. 30 yildan oshiq mustaqil bo'lgan davlatni o'zining tutib operatgan prinsiplarini doim qo'llab kelamiz. Xalqning ichida qanday bo'lyapti bu inkaslar? Ular o'zlariga qanday shuni qabul qilyapti? Har kimning o'zining miyasidagi ish. Biz lekin Uyg'ur xalqining farzandlari bu narsaga nihoyat taqabul turib, bizning vatanimizdan, shu Sharqiy Turkiston vatanimizdan qizil bayroqlarni elib chiqib ketsin. Mana shu vaqtda bizning haqiqiy do'stlarimizga bular bizni yenimizni yeyotdi. Shu ishlar shuning bag'lanishlik deb tushunamiz. Bu narsalarga birdan biz Uyg'ur xalqining farzandlari, xonim qizlari, yosh o'smirlari, mashada tarbiyalanayotganlar birdan shu nimaga qo'shilib biz bir ovozda vaqirab ketmaymiz. Buni aniqlansin, faktlar kelsin. Bu vaqtda hal bo'ladi. Agar bizning prezidentimiz bir xiyonatlik qilayotgan bo'lsa, dokument to'plab buni Interpolga yo'misi
xalqaro sudga basında şeyde aniqlandi. U sud bir nimani tasdiqlamaguncha ayrimlar vaqirab prezident do'g'or qildi, tadbirkorlarni chaqirdi. Biroq qolgan ishlarni qonuniy organlar, senata, qonunchilik palatalarida uningdan pastga tushsa hukumat deydi, pravительство. Va uningdan keyin tushsa departament shu har bir rayonning shu qayerda kuydi, qaysi rayonda joylashgan. Mana shu joy-joyida hal bo'lish kerak bu narsalar. Qonunni biz xalqaro darajalik nima qilishga harakat qilyapti. Mana 30 yildan oshiq bo'lsa, nurg'un to'salg'ularni ep tashildi. Bizning prezidentimiz shu bizning prezidentimizning operatgan siyosatida biz teniqarlar. Bu ishlar bir qanaqdir bir saranga chaqqandek ko'rindi bizga. Tuzilib ketdi, hamiz tekshirinib ketdi. Hem sadece sözünüz jarayonida hem de Xitoy tadbirkorlari ham O'zbek tadbirkorlari dediniz. Bu gapni bir tushuncha bersingizda, tadbirkorlar degan gap bizda boshqacha bir anında sizning aytganingiz tadbirkorlar nima ma'noda? Sizde mana sodigar endi tegi kelib chiqishi taqdiysilar o'zi mushtaraqda shu hozir biz yashayotgan yerlar mana shu O'zbekiston, Tojikiston yerlari sakdiysi deydi. Bular sud yo'llari bilan bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston bilan bu aloqani yaxshi yo'lga qo'ygan sakdiysilar. Bularning avlodlari salar deydi, boshqa oyoqlarga kelib ketganlarmi bor. Mana mushulardan kelib chiqib bu keyingi nimalarda sodigar, keyingi sizlarning mana hozir shu zamonaviy tilda tijoratchi deb tushunildik. O'zbekistonda buni tadbirkor deydi. Shu shaxsiy tadbirkor va aksionerlik jamiyat deydi. Mana shu tadbirkorni biz tijoratchi degan ma'noda tushunamiz. Rahmat, endi tushunish bo'ldi mana gapingiz. Endi bu yerda bu qatimda o'tqish voqeasi dedi-ku, endi davlatlar o'tirishki faqat manfaat bo'lgandan keyin shu bir davlat yana bir davlatdan manfaat olgandan keyin shu davlatdagi manfaatini o'zining davlati qo'g'daydi endi. Lekin bu tarafdagi kelib chiqishini endi hozir xalqlar Xitoyniki O'zbekistonda kengayishi, Xitoy tijoratchilarining kengayib, o'zbek xalqininki ijtimoiy hayotiga ta'sir ko'rsatganligi, ham O'zbekistonning yerlarini egallab olganligiga qarshi kelib chiqqan o'tarafdan bo'lishi mumkinmi degandek gaplar bor. Ham uni kim o'zligidan ketgan o'tmi yoki ashuna bir sabablar to'g'risida hech qanday bir narsa yo'qmi? O'zbek xabarlarida, davlat televiziya binasilarda o to'g'risida hech bir gap so'zi yo'qmi? Ya bu gaplar ortiqcha gaplar, sababi hech kim bu chigardan ya samolyotdan ya poyezddan, avtobusdan kirayotgandan hujjatlari tekshirilib kirildi. Endi u odamlarning shaxsi kim, asli kimligini uni bizning sirtqi razvedka va shu hozirgi chigar bo'ylardagi razvedkalar buni aniqlab bilish kerak. Bu do'tkalarni markazlashtirib yetkazib bergandan keyin 10 odam kirgan bo'lsa, uning qanchasi kim asli? Mana shuning bilan bu ish amalga oshirildi. Endi bunday aytganda bu o'pishim taraqqiyot jarayoniga ep qaraydigan bo'lsak, bu O'zbekiston o'zi shu mustaqillik bo'lgandan keyin O'zbekistonning kelgusi aziyatskiy tigr degan darajasiga, tigr deydi, endi yo'l vositamda mana shu darajasigacha iqtisodiy tomondan shunday narsaga ega bo'ladigan ekanligini o'sha 97-yillari ma'lumdi bu. Endi arada bunda har xil tataqlar chiqib davlatning uya buyalaridan bo'lgandan keyin bu narsadan indaydi delegatsiya qilmas. Singapur darajasida bizning oldingi marhum prezidentimiz Janubiy Koreyaning nimasini ulgusini olamiz deb mangan. Endi hozir mana Singapur ya bo'lmasa boshqa bir davlatlarga taqlid, o'zining iqtisodiy nimasini ko'tarish 30-yillarda xudoyim omon bo'lsak ko'ramiz. Shu prezidentimizning operatgan nimasida aziyatskiy tigr, Aziya tigri degan iqtisodiy nimada o'zining tituliga ega bo'lish darajasida ketyapti. Buningga albatta sirtdan investorlar kirib kelish kerak. Bizning Toshkent City'ni qurayotgan vaqtida bir investorlar keldi. Arada yerim yo'ldan tashlab ketgandan keyin bu favqulodda vaziyatda bizning Habibulla Hojim degan vatandoshimiz chiqqan. Mana shu odam 400 million dollarlik shu vaqtda endi unda 400 milliondan qanchasini chiqqanini Alloh biladi, bir Alloh biladi. Mana men sizga aytib qo'yay, u nurg'un joylarda bunda pulni tikdi. Mana mashada haqiqiy bir yoqdan bosh chiqarish,
mushu xalqni bir qo'sig'in to'q qilish, ularni xotirjam yashashi uchun bizning qarindoshlar qarab turg'ini yo'q. Shuning uchun bu iqtisodiy masalada biz kelajagi yo'q davlat degan bo'lsa buyuk bo'lishi faqat bu mushu qo'g'dinish va qo'g'dash nimasida NATOga a'zo bo'lgan vaqtida O'zbekiston bilan alaytan hisoblashadi. Endi buni aziyatskiy tigr bo'lgan vaqtida hech qanday bir sanksiyaga tushib qolmaydigan bir qandaqdir bir davlat bo'lish ehtimoli oldimizda. Men buni aniq ayta olmayman. Rahmat. Endi bu Xitoylarningki o'zining qo'shni ellarga, boshqa ellarga kengashniki nimalari eng avval bular yezdi shaharni qamal qilish mana nimalari borda. Adamni az yerlarga ashar asta-asta yasat velib bara ana shaharning markazlarida nurg'unlagan so'z do'konlarini echish, tijoratni kengaytirish orqali boshqa kengayishlikni qilib keladi tarixdan bu yan. Anan keyin bugun aytgan yana bir taqalgan bir video, bu videoni men tushirib hech qanday qilib qoldim, ko'rsatma qilib qoldim. Bir O'zbekniki shu Toshkent aerodromi o'xshaydi va yoki O'zbekning boshqa aerodromi bilmadim. Shu yerda musha men misada aerodromda men hozir mishani qarsak yomon Xitoylar jiqgan avval tushtirib shu Xitoylar tushtirdi. U aerodromning ichida minayotgan o'zbeklardan Xitoylar jiqgan hamda ayadiki. O telefonda atroflarni ko'rsatishim ko'rdingiz, evet berdim videoni ko'rdingiz. Onun qaraganda yani O'zbekistondagi bir aerodromni qaysi aerodrom ekanligini aniq demabdi. Ash aerodromning ichidagi yo'lovchilarning ichida O'zbek yoki boshqalarning qaraganda Xitoylarning ko'p ekanligini bu uchini biryapti. Birinchisi bu. Ikkinchisi deydi, bir yil ichida deydi, bizning 300 dan ortiq O'zbek ayollar Xitoylar bilan to'y qildi deydi-da yana. Bir yil ichida 300 dan ortiq O'zbek ayollarining Xitoydan to'y qilganligiga qarshi bizning ikki qiz gapini deyapti-da. Bu niyat orqali yani O'zbeklarni Xitoyni ogohlantirish, Xitoyning O'zbekiston kengayishligini qarshi turish, shundaqla O'zbek ayollarniki Xitoydan to'y qilishiga qarshi norozilik ifodalayotdi. Bunda sizlar belki texnik ko'p taqilish mumkin bundan keyin. Mushaqqatni sizning tushunchingiz nima? Masalan, Toshkent rayonlarida Xitoylar jiqma. Masalan, bunu demoqchi bo'lganim, men asli o'zimning noisda kichik vaqtlarda masalan boshlang'ich o'rta maktabni oliy o'tkish oraliqda men o'tirayotgan Aqsuv viloyatining Uchturpan noyasi Sharq Turkistonniki qanchalik Xitoy borlig'ini sanololmaydi, berish kuchlab sanagan o'xshash. Hozir endi butunlay teatr bo'ldi-da, Xitoylar qancha Uyg'ur borlig'ini sanay oladi, endi mushta shakl, bunda vaziyat shakllanib qolib qoldi. Ya'ni bu nüfusun adadiga ko'payib ketishi. Demakchi bo'lganim, siz o'ltiraqlashgan hamda Toshkent rayonida Xitoylar ko'pmi? Undan boshqa shu O'zbekistonning qaysi viloyat yoki qaysi noya yezillarda Xitoylarningki tijorat nimalari, Xitoy nimalari nüfusi ko'payyapti. Mushaqqatni bir qisqa ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bu narsa mushu O'zbekiston o'zi mushu sobiq SSR davrida O'zbekistonning maxfiy organlari Moskvadan boshqarilib kelgan. MVDlar bo'lgan, ichki ishlar vazirligi bo'lgan, lekin maxfiy organlari NKVD, KGB deymiz-ku biz endi. Mana bu narsalar nimada Moskvadan boshqarilib kelgan. Mushu mustaqillik keyinla O'zbekiston o'zining maxfiy organlarini o'zlarining odamlari boshqarish. Mana shu yerda bularning razvedka masalasini to'g'ri yo'lga qo'yamaganligidan nurg'un razvedkaga bu yerga kirib ketgan odamlarning nurg'unligini bilamiz. Masalan 91-92-yillardan shu Xansu razvedkasiga ishlayotgan odamlar bemalol mahalla raisi bo'lib, shunaqa siz aytgandek, bayqinda xotin bo'lib ketish, yo'qsa u yoqdan biznes bir nima elish, uning o'rniga undaq berish, arada bir shu muhtaram prezidentimiz oldingi prezidentimiz vaqtimi bir nayt bir ziyoli odamning qizi ashta nima satqanligi, ichida qizlarni u yoqqa satqanligi, men shu nimada O'zbekistonda va ko'cha odamlari deydi-ku, ularningmi 3000 2000 ashta qizlarni chetga setib o'tkazganligi ham ma'lumotlar bor, lekin bu aniq axborotlarda buni e'lon qilmay maxfiy tutib kelgan. Bugundan boshlab mana shu masalalar ochiq yuziga chiqishga boshlayotdi. 300 odam tegib ketgan bo'lsa, bu mahallasi va ota-onasi va bu qanday bo'ldi? Masalan, Moskvada o'qiyotib ya falon joyda, Amerikada o'qiyotib tegib ketgan bo'lsa, boshqa gap. Jazman shu Toshkentda turib yashab yetib
tegib ketgan bo'lsa, bu odamlarning konstitutsiya nimasi bu fikr erkinligi, o'zining erkinligi degan narsalar bor-da. Mana bu yerda bor. Lekin urf-odatni saqlash, milliy tiklanish partiyalari bor bizda. Hech byudjetning pulini yeb shu nimada o'tirdi. Oliy Majlisda deputatlar nihoyatda chiroyli o'tirdi-da, lekin mahallada buni nimalarda ishlash kerak. Bu qanday senga loyiq yo'qmi deb mana o'zining milliylik g'ururini ko'rsatib, xalqning ichida haqiqiy ayrim mahallada o'zining deputatining kim ekanligini tonimaydi. Ana shu mahallaga bir nimani avatib berdi, shuni bilan mahalla uyushtirib berdi. Odam deputat bo'lib o'tib ketdi, yuqori ketaverdi. Shu vaqtda nazorat yo'q degan so'z. Shuning uchun qurol shaxs konsolidatsiyasining nazoratini, diqqat nazarini e'tiborga oshirish uchun qurollarga kengchilik berish kerak. Shundaq bir vahimalik voqealarda emas, qonuniy jihatdan shu mahallada rais bo'lib ishlayotgan yo boshqa odamlar noiti anaqa bu saylovlarni to'g'ri o'tkazish kerak bular. Pripiska qilib, qog'oz to'plab, yuqorga saylov etaversa, ertagun bugun o'ta 5 yil, 10 yildan keyin bizning bu prezidentlarimiz Terido boshqa o'rniga kelgan odam qanaqa boshqurdi? Shuning uchun hamma nima yildizidan bog'liq mishada. Shuning uchun mana buni 300 oilada 300 nima tug'ilsa, bu qanday bo'ladi deysa, 300 bola tug'ilsa, bular o'qisa, bular nima bo'ldi? Undaq narsalarga biz qo'pol turda qaramaymiz, madaniy turda qaraymiz. Sababi meni onam ashaqti vatandan qavaqlarda kichkina, kichkina vaqtlarimdan qulog'imga kirib qolgan. Dadam to'g'ri men 11 yosh vaqtida o'ldi. Arjanzilar debdi. Opa bu arjanzi degan nima desa, o'sha bir-biri bilan millat cheqilishib ketgan, Uyg'urlar bilan shu Angso cheqilishib ketgan chiroyli bo'ldi. U nimada Pekinda ko'p dedi. Shuning uchun biz ayrim vaqtlarda bu davlatni va xalq respublikasini ularamiz, biz ham boshqaryapmiz. Boshqaramiz ham. Sababi bu shu o'rincha butun dunyoni boshqaradigan bir markazga aylanyapti. Iqtisodiy markaziy ashab bo'lib qelyapti degan so'z. Bir Xitoy Xalq Respublikasi. Shuning uchun bizning vatanimizni mustaqilligiga kurash qilishimiz kerak. Shu boshqarish bizning nimamiz bilan, innovatimiz bilan boshqa yoqlarga taqilish kerak-da. Mana muhojiratga chiqib, o'sha o'zlarining har xil nimalarda Yevroparlament, Yevrosoyuz, boshqa davlatlar bilan harakatgan demokratik davlatlarda bayroq ko'tarib, o'zlarining ishlarini yo'lga qo'yayotgan shu bizning vatandoshlarimiz, kurashchilarimiz nihoyat shu narsalarga e'tiborni berish kerak. Kishilik huquq u bir modadan qoldi hozir. Kishilik huquq mana shu O'zbekistonda da'vatsiz 300 odamni ipopti dedi. Mana shular kishilik huquqiga kim tegishib turibdi? Sen nima qilsa deb hech kim demaydi-ku. Shuning uchun bular tegib bo'lgan. Mahalla aralashmagan, boshqasi aralashmagan, zaksga berganlarga jiq pulni bergan qilaverdi. Zak pechatni urayverdi degan. Shuning uchun mana shu bizning muhojiratdagi tashkilotlarimiz, surgunda hukumatlarimiz, siyosiy partiyalarimiz mana shu diqqat nazarini qaratib, bizning kelgusi mustaqil bo'ladigan Uyg'uriston davlatchiligining tarixiy nimasi qanday bo'ladi kelgusi qaytarib kelish harakatida bo'lyapmiz-ku. Mana shunga diqqat nazarini qaratish kerak. Mana shu mening fikrim. Rahmat, hozir ham siz mana shu g'arb davlatlaridagi Uyg'ur tashkilotlari to'g'risida qisqa bitib ketdingiz. Endi O'zbekistondagi Uyg'urlar, mana Uyg'urlar jamoatlari va o'zingiz dedingiz, ommaviy tashkilotlar bor deb. Mana shu g'arbdagi Uyg'ur tashkilotlari haqida, undan boshqa Turkiya tashkilotlari haqida, ularning siyosiy faoliyatlari, siyosiy programmasi haqida qanday bir tushunchaga ega? Siz qanday qaraysiz g'arbdagi Uyg'ur tashkilotlari haqida? Mushaqqa hozir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. Shaxsan men bu ta'lim vazirligida ishladim. Masalan, Qozim To'laganov shahar, Toshkent shaharining hokimi bo'lgan odamman 1800-yilda chiqqan shu vatanimizdan chiqqanlarning avlodi bo'lgan-ki, shular bilan ishlashga men muyassar bo'ldim. Yo'ldosh Oxun Boboyevning shu O'zbekistonning tunji prezidenti bo'lgan Yo'ldosh Oxun Boboyevning Letish Vrachning bolalari bilan ishlashga muyassar bo'ldim. Shuning uchun men nihoyatda bir fikr mulohizada ma'naviy tomondan bir salohiyatga egaman. Bular naborot aytadi. Bu o'zinglarning miltiga bo'lgan e'tiboringlar qanday deb, qanday yashaysizlar kelgusi deb. Kelgusi biz qanday yashaymiz? Shu mustaqillikka harakat qilamiz. Endi O'zbekistondagi Uyg'ur xalqining farzandlari, xonim-qizlari, yosh o'smirlari qanday kun o'tkazadi? Madaniy markazlari bor. Men siz boy 5-da yetib o'tib ketdim, 89-yili shaxsan biz o'zimiz harakat qilib, Elam Xudoyberdiyev degan bizning radio televideniyada zam ministr bo'lgan odamimizning
tashabbusi bilan biz Qirg'izistonlarga berib, Qozog'istonlarga berib, shu markazlarni tikilganmiz. Mana shu markazlar hozir o'zining nimasini opirayotdi. Endi mushu mustaqillikdan keyin mushu 16-chi, 17-chi yillari mushu hozirgi muhtaram prezidentimiz nimaga kelgandan keyin alaytan millatlar ara shug'ullanadigan komitet yaraldi, xalqaro komitet. Mana men shunda bizni nurg'un madaniy markazlar qatorida Uyg'ur madaniy markazlarining respublikalik, viloyatlik, shaharlik, rayonlik ashad bor. Mushu Andijon deganlarimiz hamsi kirdi shuni Sirdaryo. Endi mana bu yerda bular ustaflarni to'g'irlab, shu xalqaro komitetning tarmog'ida bo'lgandan keyin mushu xalqaro komitet ham chet davlatlarda, Afg'onistonda, boshqa yerlarda o'zbeklarning taqdiri qanday bo'lyapti? Masalan, shu bizning tarixiyatimiz Sharqiy Turkiston bo'lajak Uyg'uriston davlatchiligida qirg'inchiliklarda qanday bo'ldi o'zbeklarning ahvoli bu nima komitet ishlab turibdi. Mana shu komitetga zamonaviy yondashish kerak bo'lar. Zamonaviy yondashish kerak. Men shuningga dunyodagi birlashgan Uyg'ur xalqining anjumanini o'tkazish degan masalani men ko'proq gap qilganim mana shu именно mana shu komitetlar bilan aloqani tuzib turib, shu birlashgan anjumanni o'tkazgan vaqtida mana odamlarning psixologiyasiga mayada miyimi yo go'shmi bu vaqtda ichilib boshlandi. Ichilib boshlandi. Bu ko'n odamlar o'tirib bir mashrabni yig'iblar bir restoranda banket o'tkazib usul o'ynablar. Siyosiy tomondan qilsa qo'yg'ina deb turchu mushtaq o'tib ketyapti-da. Bu yoqda qirg'inchilik bo'lsin qo'yg'ina, boshqa bo'lsin qo'yg'ina bo'lsin, qandoq sen mustaqillik ega bo'lasan-da. Bu davr talabi, bu Uyg'urlar buni xolamdi, bu aylinpay kelayotgan masala bu. Uyg'ur davlatchiligining mustaqilligini qo'lga olish, uni ega bo'lib chiqish, uni isboti bilan qirg'inchilikni o'sha uch viloyat inqilobidagi dokumentatsiyalarni hammasi keltirish uchun birlik kerak. Birlik uchun mana shu imminna o'sha Qarahaniy sulolasi yerlarda mustaqil bo'lgan unitar Turkiya mustaqil davlatlarining hozir ittifoqining bayrog'i bor. Bizning ham bayrog'imiz bor. Men uni bu yerda yoshirib o'tamayman. Mana bayroq mening tug'ilib o'sgan vatanimning bayrog'i. Mana men O'zbekistonning nuroniy fuqarosi, O'zbekistonning bayrog'i. Mana bizning kelgusi vatanimizning bayrog'i. Buni hech kim yoshirib bekitib o'tagan hech kim yo'q. Qirg'inchilikni ham hech kim yoshirayotgani yo'q. Mana qirg'inchilik masalasida bo'lgan voqealiklar. Buni hech kim unutib qolgan yo'q. Buni unutib qo'ymay shu joyda qetib qolmasdan xalqaro tashkilotlar mishada elchi o'mak diplomatiyasini kuchaytirib, qanday qilamiz deganda bir yoqdan bosh chiqarib, to'xtam qaror. Kim qiladi buni? Qanday qilamiz? degan vaqtda huquqshunoslarimiz, tarixchilarimiz va olimlarimiz va notiqlarimiz va suhbatlarni elib biz yo'lga qo'yib ketishimiz kerak. Mana shu masala. Uyg'ur madaniyat markazlari ishlab turibdi. Xo'sh, rahmat. Endi hozir men timni azroq chatlashuv qilib qoldi. Mening sizga qo'ygan savolim endi O'rta Osiyodagi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istondagi xalqimizningki, shu jamoatlarningki o'sha g'arbda faoliyat olib borayotgan dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lsin, surgun hukumat bo'lsin, Turkiyadagi Sharq Turkiston ma'rif jamiyati, xalqaro tashkilotlar birligi degandek tashkilotlar bo'lsin, mush tashkilotlarga bo'lgan ko'z qarashi qanday? Endi tanqidiy ko'z qarashlar bo'ldi, bo'lmadi emas. Bir oraliqda mana shu dunyo Uyg'ur qurultoyiga nihoyat kuchli ishongan, ularning har bir gapiga diqqat qaratgan bo'libmi Qozog'istondagi bizning Uyg'ur jamoatchiligimizning qilgan. Bu orada bir manaqda bir Nuri Turkal bilan Dolqin Yasin, Dolqin Isa uning ayrim qiliqlari shunday rahbar bo'lib turib, shunday bo'lamdi deb sal bular haqiqiy chekindi. Lekin bu narsa vaqtincha har qanday xatolikni tuzatgani bo'ldi. Bilib turib tuzatmagan yomon. Buning uchun bularning tajribasi bor. Bular o'zlarini qaytadan o'zini tiklash kerak, harakat qilish kerak, yoshlarga yordam berish kerak, yo'l yo'riq berish kerak. Bu vaqtda bular hammasi bir yo'lga tushib ketadi. Endi Sharqiy Turkiston surgunda hukumati deydi ekan, bular tashkilotni qurib, shu Amerikaning nimasiga qancha tashkilotlarning spiskasi kerak degan vaqtda night aktiv bo'ldi. Men o'zim Qirg'izistonning ittifoq degan jamiyatining 35 yilligiga men berib qatnashib keldim. Bu Qirg'izistondagi Uyg'urlarning diqqati Qozog'istondagidan kuchli. Lekin bularning e'tiborli bo'lish kerak-da, ishim ko'rikda o'tishi nazarda emas. Buni o'tkazgandiki shu
Sharqiy Turkiston sürgündü hökumeti, onun chet el ministri bexatarlik dedi. Bexatarlik nima bu? Bizning kundan kunga biz bir narsani to'g'ri yo'lga qo'yamizsak, bu bexatarlikka kiradi. Shuning uchun hammasini diqqat bilan kuzatib, o'zining tarafdorlariga deputat saylanganda o'zining nimalariga ko'yimchan bo'lgandek, bu hukumat deb turibdi. Hukumatlik ishingni yo'lga qo'yamizsan, bir qandaqdir bir nashriyatga o'xshab kitap chiqarib, uni deb, buni deb bir tashkilotlar chaqirsa, tetal tashkilotlar mehmon bo'lib, do'pini kiyib berib qo'ygan bilan ish bitmaydi. Mustaqillik uchun o'sha chegaradosh Uyg'uriston davlatchiligiga chegaradosh 8 davlatdan bo'lganini yo'lga qo'yish kerak. Uning uchun mana mashadiki bo'libmi Qozog'iston, Qirg'iziston mana chegaradosh, Tojikiston chegaradosh, O'zbekiston chegaradosh bo'lsin, biz qon qarindosh bag'irlab bir millat deb turibmiz. Mana shu masalada bularning nimasi yechilish kerak buni. Demak, воображение demda, чувство чувство dedi o'rischa aytganda. Mana anqirish, ong saviyasi, keng qarash kerak-da. Ong saviyaga bog'liq bo'ladi. Sizlar endi mana shu Niderlandda yashayapsizlar. Sizlarga mana shunchalik sharoit yaratib, shuni qancha shunchalik aloqali qilib, jon ko'ydiryapsizlar. Biz shuni qo'llab-quvvatlagan holatda mana shu ishlarni qo'llab-quvvatlagan uchun chiqyapmiz. Bo'lmasa, o'zing arosini tatsak, bunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Bir yoqdan bosh chiqaraylik degan gap mana shu masala, mustaqillik masalasi. U kishilik huquqni o'zi davlat qurib olgandan keyin asosan bo'lib ketaverdi degan so'z. Mustaqillikka dokumentatsiya tayyorlandimi? Shuni qaydan-pay mingish kerak. Uning uchun mashadiki Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston ya boshqa Mong'oliya bilan aloqani tutish kerak. Ularning parlamentlarida bularning hujjatlari tasdiqlanib, nima degan vaqtida mana bu sotsial proyekt strategiya, milliy g'oya sotsial proyekt strategiyasi bularni aniq bo'lish kerak platformasi. Mana bu shu yo'llanmamiz, shuni harakat qilyapmiz. Bu bizning haqqimiz. U Xitoy Xalq Respublikasi bo'lib o'zi privatsin, biz uning davlatchiligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaymiz, lekin biz avtonomiya, yosh avtonomiyaning eng kuchli avtonomiyasi, biz o'zimizning mustaqilligini qo'lga olamiz. Bu nihoyatda eg'ir musibatli kunlardan keyin akib qizil bayroqni ashaga qo'yib olishni o'ti bu nihoyatda xiyonatlik ish bo'lyapti. Hozir shuni sezmayotdi mujoratdagi Uyg'urlarimiz. Ashtax gaplar. Ana Turkiya tashkilotlari shu haqida. Turkiya tashkilotlaridan Turkini de bilamiz, Rabiya Qodirning bir yaqin yordamchisi ekan. Qolganlarida tanqidiy ahvollar bo'ldi. Qandaqdir eti nihoyatda Xudoyorxon damda birimda edi, lekin bunday bir shunda publikaga minglagan odamlarning oldiga tribunalarga chiqib publikadan qilgan odamning bir salbiy ishlari ko'rinib qoldi. Shuning uchun biz bunday narsada sal buni tetiklik, hushyorlik, bu xalqning yig'isini yig'lab o'tirib chiqqandiki bir boqimandichilik arab nom beryapti, yo'misi bir yerdan ekag'i bir nim kelyapti deb uning bilan hammasiga taqib turib, mana g'amagat qilib, nima o'zining nafsiga ishlash bo'lmaydi. Shuning uchun bu Turkiyada bir ishga nimalar kelib ketdi, Seyit Tumturk bilan aloqa qilgan, Rabiya Qodir bilan aloqa qilgan bolalarga, lekin bularda real bir yo'lni tutib mangadigan proyekti yo'q. Shuning uchun men shu Birlashgan Uyg'urlar dunyodagi Birlashgan Uyg'urlar nimasini anjumanini o'tkazsa, o'shada to'xtam qaror qilib, majburiyat elib, shartnoma asosida ham uni qilsa deb kelishib degan masalani mana shuning uchun men olg'i surib, 6 oydan beri gap qilyapmiz. Gap yerda qolmaydi, buni qilamiz, lekin kim boshlaydi shuni? Kim shuni oldida chiqib boshlab berdi? Mana shu masala. İşte o aslında hazır demek olduğumuz teşkilatı çekilen olur. İlk nişan gayet bu millet übüsü kepkili da demek ki işte ko. Ana şuda. Bir kilemeyetimiz qanday qilamiz buni? Hem bu nimede Özbekistanlıda Uygurlar cık olgandan keyin burunqi 90-yıldan başlardaki Uygur milli müstakillik kurashları xili canlangan bir yem Özbekistan'da. Anladık da biz hem Özbekistan'ın bir bakmadım. Sizin Özbekistan uzun müddet yaşayan buluşunuz sütunuzdan şu vaxtdaki Uygurlarınki milli müstakillik hareketlerindeki Özbekistan'da, Kırgızistan, Kazakistan'da da düşürüp rivojlanishi, tuyuqsizlar bularniki mag'lub bo'lishniki sabablarini nima deb qaraysiz? Aşağı yashash variantki nurg'un voqealar, ahvollarni bilasiz, nurg'un jamoat arboblari, nurg'un Uyg'urlar bilan tanishsiz, ular o'tirib paranglashgan vaqtlarda shu ishlarniki mag'lub bo'lish sabablari nima deb qaraydi?
ular mag'lubiyatga uchirdi deb qaramayman men. U vaqt soati o'tgan biologik har qanday odam tugab ketadi, lekin fizikada qonun bor. Bor narsa yo'qolib ketmaydi, yo'qdan paydo bo'lmaydi. Bu bizning davlatchilik masalamiz. Paydan-pay buni biz vatanparvarlik his tuyg'udan shunga intilib menishimiz kerak, tarixini bilish kerak. Tarixni bilish kerak-da. Endi bu nimalar demografik masalasida bu Qaraxoniy sulolasi yerlari bizning vatanimiz deb men necha marta qayt aytganman. Mana shu demografik jon sahatdan biz bularni asrab avaylab bular diplomatik aloqani yaxshi yo'l qo'yib kelgusi bizning nimamizni qoplab ketish kerak. U yerda qirg'inchilik bo'ldi. Qancha million, endi 7 millionning 3 millionni tugal o'ltirib qolganini qo'lchilik qilmay taqab ketdi. Endi bizning jon sonimiz. Endi uningda tashqari 82-yili Toshkentga kelganda men biladim. Ham Fransiskaga ko'chib ketyapman men. U yoqda ayollarni bunday abort tug'mas qilib etish yomon kuchayib ketyapti. Ashaq ketyapman deb bir Toshkentga Rahim So'lat degan bir ziyoli odam bor edi. Shuni oldiga bir ayol kelgan shu vatandan. Men shu vaqtlardan bilaman. Bu shu vaqtlar 82-yillarda boshlab nima qilgan buni yaqin vaqtlarda qirg'inchilikda kuchaytirib qo'pol darajada qildi buni. Rahmat. Unda vaqt e'tiborlan programmamizga oxirgi bosqichga kirib qoldi. Eng oxirgi bir so'zingizni olay. Siz endi O'zbekistonda yashayotgan bir Uyg'ur bilan suhbatingiz bilan O'zbekistondagi Uyg'urlar bilan boshqa Yevropa, G'arb davlatlarida yashayotgan, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni bir organik baq qurish uchun qanday bir tavsiyalar bo'lsa, bizim ko'proq shu O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning ahvollarini tushunsak, shularni tunishsak, o'zaro bir yana digital dunyoda o'sha bir baq qurish uchun qanday o'zingizning bir tavsiyalaringiz bor? Shundaqla G'arbdagi Uyg'ur tashkilotlarga qanday bir o'zingizniki bir o'ylagan fikrlari bor? Shuna programmamiz endi dastlab shu mujoratga chiqib tashkilotlarni qurib, kadimki xalqning bir ishini qildim deb o'tirg'i chiqqan bizning notiqlarimiz deylik. Mana shu notiqlarimizdan bir-biri bilan, masalan, Germaniyadagisi Amerikadagi bilan, Yaponiyadagi bilan biz o'xshash Niderlandda deylik, boshqa Belgiya, mana shular o'zaro kelishib bir 7 kishilik bir delegatsiyani O'zbekistonga deylikmi, to'qitarni etib O'zbekistonga kelib bir delegatsiya qilib, ular bir bosh qo'shsaq deb kelgandan keyin biz shu vaqtda bular bilan bir muloqotni o'rta bir kruglы stol deydi, bunda dugular stolda o'tirib gaplashgandan keyin bularni biz kelgusi bu Qaraxoniy sulolasi yerlarida mustaqil bo'lgan davlatlarning ittifoqi bor, uning bayrog'i bor. Mana shu general sekretari va bosh nimasi Fatipi, u Quvonishbek degan. Ular bilan maslahatlashgan holda mayli Qozog'istonga, Qirg'izistonga, qolgan Tojikistonga bir safarlarni uyushtirgandan keyin mana shu 6-7 kishinikini. Buning ichida O'zbekistonda biz o'xshagan ya boshqa bir yaxshi bir nima ilmdan qobiliyati kuchli odamlar qo'shilishib bir maqsadlik bir nima berib choy ichib o'ynab emas, buni bir dialog, monologni uyushtirib ketgandan keyin ular berib yoqdiki, o'zlarining tajribasini orttirgan shu nima mujoratdagi tashkilotlar o'zaro gaplashgandan keyin u bir 6 kaptirim 7 bo'ldi, 7 kaptirim 8 bo'ldi degandek u bir nimaga keladi. Shu vaqtda biz bilan hisoblashadi. Mana hisoblashadi. Yani demakchi o'g'limiz siz o'ttirimizda bir dialog qurish orqali o'zimizningki hamkorligimizni kuchaytirsak demoqchisiz, shundaqmi? Ha, birlashgan anjumanni o'tkazish uchun tayyorlik komissiyasi bo'lish kerak. Mana shuning uchun bular bir kamasdan turib, bunda nimada ekranda turib gaplashgan bilan bo'lmaydi. Real kelib bir kishini chekib kirib, kim kapti, nim kapti deganda chet el ministrlar saprovojlat qiladi, qaraydi, ehtiyotligiga qaraydi, ammayaga nimaga Pekindan kelding, nima qilib yursa degan gaplar bu sal bundoq ro'duboy gaplarda. Bu kelganda haqqi bor, pasporti bor, viziti bor, ko'rdi kelgan puli bor. Onun o'xshash bizning nimamiz bor, g'ururimiz bor, millatga bo'lgan, davlatimizning kelajagiga bo'lgan nimamiz bor. Kelgusi bir
maqsadimiz var, arzu armanlarımız var. Şunun için geldik deyiş gerek de. Onda qo'rqanchalik nima ketmaydi endi. Qo'rqsang qo'rqib o'tiraversan, nima qilsa vaqt ekran oldiga chiqib bayroqni qo'yib gap qilib. To'g'rimi? Men sizlarni boshqalarni da'vatmanda tanqid qildim. Yani bu O'zbekistonga berib, bizning bu g'arblik tashkilotlar berib, bu yerda bir anjuma, yana bir dialog suhbat olib boradigan bunda vaziyatni shakllantirmaydi-da. Ham O'zbekiston Xitoydan eng yaqin bir davlatlardan birisi. Burunma Kanada fuqarosi Husayn Jinjil O'zbekistonga kelganida Xitoy topshirib qo'ygan hozir Xitoyning turmushi yetyapti. Yani u yerga berib, unda O'zbekistonlik Uyg'urlar bilan bir oraga kelib, bir hamkorlik o'rnatish imkoniyatlari yo'q deb qarayman. Hamda hammadan raskem degan u yerga berish ehtiyot qiladi hamda. Mayli. Bugun mana To'lqin Iso sobiq rahbari Dunyo Uyg'ur qultining Yevroparlamentda Uyg'urlarga taalluqli bir dokumentni tasdiqlaganligini e'lon qildi YouTube'da. U bo'lsa-mu Yevrosoyuz Yevroparlamentining buni Ukraina, nima u Palestina, Suriya voqealari bilan ko'rilib qolgan hujjat qabul qilindi. Mana shu hujjatning tarkibida boshqa masalalar uchun unchalik nurg'un odam bo'lmasa-mu, bir 3-4 odam haqiqiy vakil bo'lib kelib bu ishni boshlash kerak deb bu yerda tashqi muhit ta'sir qildi degan narsa bor. Davlating borma chiroq yashayapmiz, nima qilsa desam sen yoltaytiydi unda qanday. Shuning uchun bizning muhojiratdagi bizning Uyg'ur xalqining farzandlari, xonim qizlari, yosh o'smirlari g'ayratlik, jur'atlik, jonjur'atlik bo'lish kerak. Bu masala nihoyat muhim. Ya kamaytirib bu havoda hal qilgan bo'lsa, u xomxayol. Mashtaq gap. Men javob berdimmi? To'g'ri, rahmat. Ana o'shay berib unda bir hamkorlik bir shakl suhbatlashish haqiqatan tasdiqmish Yevropaning o'zi turibmi, ashdaq bir imkoniyatlarni qilmayapmizda. Endi bu bizning ejallikimiz biz o'zaro qancha ko'p bir yerga kelib paranglashsak, fikrlashsak, bir-birini tushunsak, o'tirimizni ixtilof tushunmaslik, bir-birimizga qaydosh bu masala tugab hamkorligimizga bir yangi bir ul solgan bo'ladi. Afsus, endi bunda ahvoli bo'lmayapti. Buning uchun xalqni o'yg'oq turish kerak, xalqni tashkilotlarga besim qilish orqali, fikr berish orqali izchil tashkilotlarni bir oraga kelib bir hamkorlik shaklida texmi bir ko'plagan tashkilotlarni o'z ichiga olgan xalqaro saviyalarda faoliyat qila oladigan, lobbichilik harakatini olib bora oladigan mushta bir anjuma munbarniki qurilishiga turklashcha buni xalqning roli cho'ng deb qarayman. Xalq qancha uyg'oq bo'lsa, qancha ko'p izchil birib tashkilot besim qilib qolsa, tashkilotlarni bu ishlarni qilishga majbur bo'ldi deb qarayman. Rahmat Sayzoxon aka, bugungi suhbatimiz yaxshi bo'ldi. Texnik ko'p O'zbekistonniki Xitoy siyosatlariga qarshi ba'zi texnik ko'proq fikr qilishimiz bordi, hamda ba'zi bir ishlar sizga yashayotgan bo'lgandan keyin albatta O'zbekiston hukumatining ipini qilasiz. Davlatda o'tirishga manfaat dedik, hamda foyda manfaat bo'lgandan boshqa to'lamaydi ekan. Siyosat degan Xudoni to'lamaydi ekan, payg'ambar to'lamaydi, o'zing qarindoshlarini urug' tuqqanlarni to'lamaydigan, hammani qurbon qiladigan bir nima ekan bu? Shuning uchun hamda suhbatimizni sal nimaroq shakllarda olib bordik. Lekin xush bo'ldik. Shundaqla diasporadagi nurg'un qarindoshlarimiz bu e'lon chiqqandan keyin o'ziniki mamnun bo'lganligini O'rta Osiyodagi xalqlarimiz bilan diasporada xalqlarimizni tanishtirish, o'zaro bir organik bog' qurish uchun bu programmning muvaffaqiyat bo'lishini tilab, jiq odamlar yaxshi fikrlarni bergan. Demakchi, bu bizning O'rta Osiyo qarindoshlarimizdan bo'lgan bir tunji qatorli bir suhbatimiz. Bundan keyin yana Qirg'iziston, Qozog'iston, boshqa Uyg'urlarni sizga o'xshash o'sha sotsial medialarda aktiv bo'lgan Uyg'urlarning siyosiy harakatlariga izchil kelayotgan akıllarimizni, adillarimizni ekranga chaqirib chiqish orqali xalqimizdan bir tunishtirishni izchil davomlashtiraman. Şu an bugungi suhbatlarimiz mishagichi bo'lsin. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, sizga salomatlik qutuq tilayman. Keyingi suhbatlarimizda yana sizni bir taklif qilishga yana bir fursatlar bo'lib qolar. Hammamizga Alloh omonat degan suhbatimiz mishat tugadi. Mayli, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, maqsad murodinglarga yetinglar. Yaxshi kunlarda bu qilgan niyatlaringizga men ham qo'llab-quvvatlayman. To'qetari shu bizning tarixiy vatanimiz Sharqiy Turkistondan Hansu Kompartiyasi o'zining qizil bayroqlarini yeb chiqib ketish
Şu vaqtda biz Uyg'urlarni qiynaqtirdi. Birinchi bayroqlarni ep chiqib ketish, birinchi qadam, birinchi etap bo'ldi. Mana shundan keyin biz ishonishga boshlaymiz. Hansu Ko'p partiyasining yov bizga bir qanaqada yov nimasi chekinibdi. Haqiqatan biz tushundik deb qolgan ishlarimizni diplomatik asosda asta-asta olg'a surib boraveramiz deb niyat qilib, shu barliq dunyodagi Uyg'ur xalqining farzandlarini, xonim-qizlarini, yosh o'smirlarini birlashgan anjumanga tavsiya qilaman, taklif qilaman. O'shuning bir bosh qo'shishga niyat qilaylik. Xo'sh, salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum ekranli qarindoshlar, programmamiz oxirlashdi. Deb qo'ygan bir ikki gap bor. Birisi birozdan keyin bu Facebookda yapgan suhbatni men tushirib YouTube akkauntimga chiqarib qo'yman. Bu YouTube akkauntimizga a'zo bo'linglar, taqib qo'yinglar, texnik adam foydalansin. Har zaman taklif fikringlar yoki pustan adam bilan bir ekranga chiqqan bo'lsa yoki men o'zim bir tayyorlagan darsim bo'lsa yo suhbat programmasi bo'lsa, har zaman Uyg'ur shayxonasi suhbat programmasi sizlar uchun xizmat qiladi. Tarafsiz o'rinda turamiz. Undan boshqa bir necha kun bo'lib ketdi mana sosyal medialarda, Facebooklarda, Instagramlarda O'zbekistonda Xitoy qarshi harakatlarni kuchayotganligi, Xitoy mollarini boykot qilish, o'sha Xitoy ko'chmanlarini qo'g'lash haqida nurg'ulg'an videolar tarqaldi. Men o'sha aloqalashib ekranga chiqaysam fursat bo'lmadi, javob qaytarmadi. Sizlarning tunishlaringiz bo'lib qolsa, o'zbek tunishlaringiz bo'lib qolsa yoki shunday Xitoy qarshi harakat qilayotgan şu sosyal medya tunuşturmak tapqasa tunuştursanglar ekranga taklif qilib shularning og'zidan o'zbek xalqining og'zidan shu yerdagi Xitoy oqqullarga bo'lgan norozilikni shularning o'z og'zidan bir anglab boqaylar. Hammanglarga rahmat, Allohga omonat, kelar qatimliq sonni ko'rishaylik. Hammanglarga Alloh topshirdi. Rahmat.